Assalomu alaykum. Qanaqalar yaxshimi? Obdan turyotamsizlar? Bugun mening imtihonim bo'lgani uchun shu kunduzlari vaqtim yetmay qoldi. İmtihon berib bo'lib, uyga kelib, mushtaq kech bo'lib ketdi. Shunga kech bo'lgan bo'lsam, lekin davom qilaveraylik deb o'yladim. Bo'lmasa bugun uzilib qolgandek. Qum bosgan shahar romanining 7-bobiga kelgandik. Shu yerdan boshlab davom qilamiz. 7-bob Sepilsiz shahar. Shuningdan keyingi yo'llarni jahon kezdi supurga yolg'iz bosdi. Endi uning ko'z oldida cheksiz qumliqlar, u yaxshi ko'radigan to'g'raqliq jangallar, tonish yo'llar yeyilib yotadi. Bu yerda bo'lsa odam oz, xiyol surishga vaqt yetarlik edi. Tug'ilgan shaharga yaqinlashgan sari supurga hiliq sirliq cho'kan va bola shahzoda to'g'risidagi ishlarni unutib qoldi. Supurga o'zining jahonkezlik umrida nimalarni ko'rmagan deysiz? Cho'kan bilan shahzoda vaqasi uning ko'ngil daftarida bir necha qurla oddiy xotira bo'lib yezilib qoldi. Shu topda uning qalbini yurtini ko'rish, yurtdoshlari bilan didorlashish shodlig'i qoplagan edi. U eshkining ustida qiypash o'ltirib naqsha aytadi. O'z naqshasida oddiy dehqon qizining sap muhabbatini, bir kunlik ig'ir emgakdan keyin uyga oldirayotgan ishlamchini, qo'ylarini cho'pga qo'yib xiyolga patgan cho'bonni, tul xotinning yolg'izligi, yiroq bir jangaldagi yolg'iz oyoq yo'l, xilvat buloq beshida ichilgan yovu gullar, cheksiz olam, qudratlik iloh, shohning qahri, vazirlarning ahmoqligi, omid qochgan qimavozning nadomati, u dunyo, bu dunyo. Yana nurg'un narsalar to'g'risida kuylaydi. Supurga tug'ilib o'sgan shahar boshqa hech bir shaharga o'xshamaydi. Uning na atrofini o'rab turgan egiz sepil, na odamlarga dahshat selib turadigan podshohi yo'q edi. Taklimakonning atrofidagi bu qadimiy shaharning o'rnini hozirgi zamonning hech bir xaritalari ko'rsatib berolmaydi. Balki u dahshatlik bo'ronlar ta'sirida qum barxanlarining ostiga ko'milib qolgandir, yoki boshqa biror tabiiy ofat, urush janjallar sababidan vayron bo'lib yo'qolgandir. Ammo bir zamonlarda u o'zining ovotligi, odamlarining mard, xushxo'y, mehmondo'stligi bilan nurg'un ellarning savdogarlarini jalb qilgan edi. Kechalari shahar masjidlarining hashamatlik ravoqlari ustidagi hilal oy belgilar, ushliq ushlari bilan yulduzliq ko'kka sanjilib so'g'uq paqiraydi. Tosh palampaylar, savdogarlar, ayvonlarining naqshliq to'riklari g'uvo qorong'ulikda kishiga sirliq tuyg'u bag'ishlaydi. Saharda masjidlarning egiz peshtoqlari ustidan ko'tarilgan mungluq azon ovozi bilan tang shahar uyg'onib harakatga keladi. Qaysi bir eshiklar g'echirlab ichilib, buvaylar yo'talgunicha tarat cho'gilarini ko'tarib talog'i chiqishadi. Shahar ma'dikorlari butun shaharni chang'uchi ko'mib, ko'chalarni supurib, suv ichishadi. Shaharning bir chetidagi egiz yorliq ustiga kambag'allar o'ltiraqlashgan bo'lib, bu yerdagi oddiy to'pi tam o'ylar, sho'r bo'lib pakarlab ketgan ko'ni tamlar, agir-bugir tor ko'chalar, ushoq bolalar to'la chiqaverib dumchiyotgan qeri ujmi daraxtlari yana o'ziga xos bir manzara hosil qilgan edi. Tang yurishi bilanla yorliqlardan tuvandagi buloqlarga qarab tuvallab ketgan oyoq yo'llarda qizlarning oli yeshil ko'nglaklari ko'zlarini chaqnatadi. Qizlar ko'zlarini yer ostidan bulduqlab chiqayotgan muzdek buloq suyiga paturib, ilib qaddini ruslashadi. Ko'zlarini yer ostidan bulduqlab chiqayotgan muzdek buloq suyiga paturib, qaddini ruslashadi-da, ko'zlarini ko'tarib, yana yuqorilab ketishadi. Odamlar atiganlik namozini o'qib bo'libla bozorga oldirishadi. Bozor ichida oshpazlarning mursidan chiqqan qo'yuq ko'kish islar to'lg'inib yuqori ko'tariladi. Choychilarning o'choq beshidagi chaynaklari ko'ngillik shing'ildaydi. Shahar kambag'allari odatda mushundoq choyxonalarning oddiy bo'ri tashlangan supularda o'ltirib, saharning salqinidan huzurlanib, nashta qilishni yaxshi ko'radi. Qashqarni tasvirlayotganda ko'rinib ketib bordi. Egiz qum barxanlaridan halqib o'tib, yiroqlardan bu shaharga yaqinlab kelayotgan karvonlarning ko'ziga oldi bilan egiz sepillar emas, cho'ng bir yeshil bo'stonliq ko'rinadi. Mundaq chaqlarda cho'l yo'llarida chanqab holsizlangan yo'lovchilarning chiroyiga kulki yugurib,
Tügüle ixtiyarsız qadamlarını tikiltetdi. Karvan koldurmalarının avazi yana başça yangraydı. Önümlük itizla, soğu tolup iqivatqan östənglə. Xuşpırak meyvelik bağlarını arlap ötkəndin keyin şəhərinin öy imaretlari ko'rinishga başlaydı. Az ötmey bu karvanlar tüge keçirlerini haydab shahar ko'chalarini qo'ng'iroq va ko'ldirmalarning har xil sadolari bilan jonlantirib kirib kelishadi. Tajribalik saroylarlar uzun cho'l yo'llarini besib kelgan bu odamlarning kiyimlariga qo'ngan changdilla qaysi yurtning odamlari ekanligini ta'minlab bo'ladi. Jahongezdi supurgi naq tush mezgilida o'z shahriga yetib keldi. Shahar maydoni alarman satarmanlarning qizg'in cho'qonlari bilan tavrab turadi. Supurgi eshigini yetilab, kishilar to'pini arlab, birodarlari bilan qizg'in amallashib mangdi. "Qaranglar, bizning Jahongezdi supurgi qaytib kelibdi", deb varqirab etdi bir baqqal. "Assalomu alaykum, qayoqdan kelishing?" "Voy supurgi", deydi yana bir savdogar. "Do'konga marhamat qil, ustingdagi chopon chorlaring o'ngib ketibdi. Raxlarimni xoliqningcha yirtib ol. Hech bo'lmaganda nima qiziqchiliklarni ko'rding, bizni xabardor qilib qo'y." "Supurgaxon", deb do'konni sharatlaydi qo'rsaqliq oshpaz. "Hag'ansan, do'kkonimdan 5 mant yeb ket." "Oy, supurgi bu", deb qizg'in to'livatdi tomirlari ko'pib chiqqan qo'llari bilan bolqisini mahkam tutib turgan to'mirchi. "To'xta, eshigingning taq supurab tutgandi. Men eng yaxshi mixlar bilan taq urib beray." Supurgi hamma bilan salomlashib, ularga o'z loyiqida o'zirisini aytib o'tadi. U xaridorlar bilan to'lib turgan choyxonalarning birining oldiga kelib to'xtadi. Eshikini eshik oldidagi mum yog'ochga bog'ladi. Harduq yetgan eshak kimlarningdir uloqlaridan eshib qolgan bedi qoldiqlarini qalin qalpuqlari bilan yig'ib, erinchaklik bilan yalmag'iltudi. Jahongezdi supurgi qaytib kelibdi", deyishib tavrab ketdi choyxonadagilar. Supurgi choponlarining pashlardagi changlarni qiqib, salom bilan choyxona qadam qo'ydi. "Assalomu alaykum, shahrimning beg'am puhrolari." "Va alaykum assalom, yuqori o't supurgi." Odamlar sig'dilib supurgiga o'rin bo'shatdi. Bu yurtdagilar uchun choyxona choy ichib orom elish, mungdishish so'rini edi. So'z orasida yana ba'zi savdo setiq ishlarimi bitib turadi. Shu topda hamma jimib, choponlarning pashlarini yig'ib, qistilib o'tirayotgan supurgiga ko'z tikishdi. "Xo'sh, supurgi, uzun bo'ldi, ko'midiq-ku. Safar qayoqdan?" "Jahongezdim." "Shundoq, sana Jahongezdi degan nom bekor qo'yilmaganda, nalarda yurding?" "Ajoyib shaharlarni, xilma-xil xalqlarni orladim. Lekin dunyoda o'z yurtim buloqlarining suyidek tatliq suvni tetib boqmadim. Sizlardek bayoshat va beg'am yashayotgan elni hech ko'rmadim." Choyxonadagi odamlar bu maqtashdan hozirlandi. Chaqqan choychi supurgiga eng yaxshi damlangan choy, yangi qo'mirilgan girdinallarni keltirdi. Odamlar supurgidan to'xtamay savol so'rashadi. "Qani aytqina, bu qitimqi safaringda yana qanday ajoyib voqealarga yo'liqding?" "Quyoshning hamma yerda atigini mashriqdan chiqib, kechda mag'ribga ketayotganini ko'rdim", dedi supurgi qo'lidagi non uvoqlarini kap etib turib. "Qo'li bog'liqliq palvonlar dar oldida turibdi. Hikmat egalari zindonlarda chirivitibdi. Bilimsiz makkarlar jahon so'ravitibdi. Bir nong'izar yo'qsillarni, erkinlikni yo'qotgan qullarni ko'rdim. Egiz tomlar bilan qo'rshalgan shoh o'rdalarida muhabbat va quyosh nuriga tashna bo'lib yotgan nozinillarning hasratlarini angladim." "Nima, seni bir podshoning huzuri bo'pti deydi-ku", deb so'ravdi biraylar. "Esimda yo'q", dedi supurgi oldidagi qiziq choyni o'tlab turib. "Hey, biz shunda angladik, sen shoh huzurida katta hurmatga erishibdi deksan, podsho seni amaldor bo'lishga taklif qilibdimish. Hatto u senga qizni bermoqchi bo'pti daqku." "Rost, shundoq bir ish bo'lgan", deb esiga oldi supurgi. "Yiroq bir yerda egiz tog'larning ichiga joylashgan bir yurtni kezdim. Bu kichik bir podsholikqa qaraydigan yerlar ekan. Shoh meni o'z huzuriga chaqadi, noit obdan mehmon qildi. U meni yiroq bir eldan kelgan usta tevib yoki sergar deb qolgan o'xshaydi. Oxirida azob chekayotgan qizim bor edi, ko'rib boqsang, dedi. Mehmondorchilikning o'rimiz uchun ma'qul bo'ldim. O'rda ichidagi xos bir bog'cha kirdik. Qiz shu yerda, gulliklar ichidagi hujrasi ekan. Qizning go'zalligiga odamning aqli hayron qoladi. Ammo aqli joyida emas ekan. Tomoq bas yeydi ekan, bo'lmasa bir nuqtaga tikilguncha o'tiraverdi ekan. Mening nima ma'lum?" Podshoga
Allah eng yaqin bəndlərinin beşiga eng müşkül kunlarni selib sınaydı. Uning davosini yana uning davosini yana yaratgan egan biz o'ylamagan bir kuni xilma-xil sabablar bilan yetkizidi. Sabr qilsizlar shohim deb tasalli berdim. Shoh, gaping to'g'ri. Uni ko'rsatmagan tevib, qilmagan davoyim qolmadi. Do'st dushmanim ko'p. Qizimning ahvolini bu yerdagilarga ko'rsatib kulga qilishni xohlamayman. Xohlasang shu qizimni sen ilkinga ol. Sana yetarlik mol dunyo beray. Qizimni o'zing bilan birga yiroqlarga akat dedi. Ha, sen nima deding? Dedi bir nechaylani tanglab. Safardagi odamman deb ochiqcha avarchilikni yuklab olishni xohlamadim. Hey, endi sayyohlik turmushingni qo'y, dedi yeshi supurgi bilan tang demaklik biraylan. Qara, sen bilan tang tush har birimizning hozir 3-4 dan bolalarimiz bor. Ularning to'ylarini qilib navri ko'gil tudik. Jahonning xotin bola chaqalar bilanmi bo'ldigan qiziqini ko'p. Qiz cho'kanlarimiz bir-birlab yetilyotidi. Hech elninkidan qoquvchiligi yo'q. Shundoq, dedi yana biraylan. Mana, xohlasang men sen qizimni beray. Yaxshi ko'ngilga rahmat, dedi supurgi. Men qiz bolaga loyiq bo'ldigan yoshdan o'tib ketdim. Tova, dedi bir bobay. Mana bizning supurgi shuncha ko'p jahonlarni kezibdi. Men bo'lsam shu yoshga kirguncha yaqin atrofdagi saralarga berib boqmabdiman desa. Bo'lmasa, supurgi aytgan eliq podshohlikqa berib, podshohning qizini elib kelamsan ya buva, deb chaqchaq qildi biri. Rost, deb uning so'zini quvvatladi bir savdogar. Sen uni shoh bergan mol dunyo bilan akilib uyingga tashlab qo'y. Bir yerga tikilgunicha o'ltirsa o'ltiraversin. Sen mol dunyoni bo'lishi hajlab o'yningni o'ynava. Tamoq yemaydigan xotin bo'lsa yaxshi-da. Shuning bilan choyxona ichida kulki chaqchaq qaynab ketdi. Supurgi yurtdoshlari bilan paranglashib, choy ichib o'tirgan shu paytda yoqa yurtdan kelgan g'ayri 3-4 odam bozor maydonini orlab yuradi. Bu shaharning beylari kim? Bu shahar qaysi podshohlikqa qaraydi? degan savollar ularning beshini qatiratdi. Ularning shahar chetidagi bir saroyga tushib, ot uloqlarini saroyvanga topshirib qo'yib, bu shaharni mushundoq orlab yurguniga 2-3 kun bo'lib qolgan edi. Ular bu yerdagi hamma nimaga ang'voqqani jayron bo'lib qaraydi. Sexiy quyosh o'z nurini shahar ustiga to'kishi bilan tang bu shaharning rastlari odamlarning vangchungiga cho'matdi. Karvon boshlari saroylarda ig'ir tingiqlarini yeyishga boshlaydi. Birdamda ular o'z mollarini shaharning o'rtasidagi keng bozor maydoniga ochiqib, yeyib savdo setqini boshlaydi. Bozor to'rt tarafdan oyoq uzilmay kirayotgan kasiblar, dehqonlar, ma'dikorlarning vangchungi, ilib sotarlarning xaridor chaqirib vaqirashlari bilan jonlanib ketadi. Bu yerda Iroq sharqining jonon chiniqacha, unchi marvoyit, tovar durdullari ko'zni qamashtirsa, u yerda Hindi, Tibet savdogarlarining har xil bo'yoq, dori darmonlarining xushpurg'i dimoqni yaratdi. Bir yerda Qashqa chekmanlari, Kucha eltirlari, Xotanning gilam atlaslari quyosh nurida o'tdek tovlanib tursa, yana bir yerda kulolchilar chiviq bilan ko'zalarini jang'ildatib urib maqtaydi. Qaysi biri usti yipiq salqin rastlarda ajoyib gullar kashlangan do'ppilarni ko'tirishib olgan ayollar xaridorlar bilan qizg'in savdolashsa, yana qaysidir bir ko'chalarda bo'lsa, miskachi, tunukichilarning jang'ildatib urgan bulqa ovozlari quloqni zing'ildatadi. Bu bozorda meva-chevalar donilab emas, sivatlab setiladi. Nefis shapaq do'ppisini qirlab olgan baqqallar Hala çalışıyorum. Önünü bo'lishib qo'yib, "Yival o'g'il bolla, bir to'yshing manch bo'l" deb varqirashatdi. Baqqallarning oldidagi yo'g'on, shirnalik shaptillardan har qancha injiqlab o'ltiribmi, 10 taldan o'shiq yeb ketgili bo'lmaydi. Hiliqi yoqi yurtliqlar o'z umrida birinchi qitim uchratgan bu g'alit shahar to'g'risidagi dastlabki savollarini o'zlari tushgan saroyning xo'jayini qo'ydi. "Sizlarning bu shaharinglarning nima sepili yo'q?" deb so'radi ular saroyvandan. "Nima?" dedi saroyvan ularning savolini tushunmay. "Sizlarning bu shaharinglar nemishqa egiz tomlar bilan qo'risholmagan?" deb qayta tushuntirdi ular. "Ha, sepil demsizlar?" dedi saroyvan. "Men bu shahardan boshqa yerga berib boqmagan, boshqa yurtlarga berib qaytganlardan u yerdagi shaharlarning shundoq egiz tomlari bo'lganligini anglaganman." "Shundoq, shahar deganning mustahkam sepillari, yo'g'on darvozalari bo'lishi kerak-da." "Uning nima hojati?" hayron bo'lgan saroyvan. "Tom bilan qo'rshab darvoza qo'yilganga shahar degan bir odamning xusus quruvi joyi emas-da" deb jim bo'ldi. "Agar shaharinglarga dushman besib kelgidek bo'lsa qanday qilsizlar?"
Düşman texmi hayron bo'ldi Sarayban. Nima deb shahrimizga dushman besib kelgidek? Xudoga shukr. Shahrimizning odamlari hozirgacha hech kim bilan ozorlashib boqqan emas. Nurg'un allardan shahrimizga odamlar kelib ketib turadi. Bizning mehmon do'stligimizni maqtamaydigani yo'q. Bu shaharning podshohi kim? Nima? Podsho? Hozirgacha bizning undaq odamga hojatimiz tushib boqmadi. Shahrimizning o'z oqsoqollari, mo'tabarlari bor. Podshosizmi ular bilan ishimiz bitib turdi. Әмсі hiç olmaganda bu şəhərin birə igisi olsun badu. İgisi dedіңizmi? İgisi özümüz, muşu şəhərin xalqları. Yılıq adamlar heyran bo'lib bir-biriga qarışıb qo'ydi. Sarayvanning javoblari ularni toza qanoatlantirolmagan edi. Ikkinchi biri yana savol so'rashga boshladi. Masalan, sizlar kimga siyliq to'laysizlar? Siyliq? Biz nima deb siyliq to'laymiz? Biz hech kim qarzda emas. Nimanda bir-biridan g'alati savolni so'raydigan odamlarsizlar? deb ozroq tirikkandek bo'ldi Sarayvan. Bizning deganimiz deb savarlik bilan tushundirdi yana biraylar. Masalan, alayli, jamoat o'rtaq foydalanadigan biror yo'l yoki ko'rik buzilgan bo'lsa, ular seni qanday qilsizlar? Uni sizlar qanday qilsizlar? Aytdim-ku, dedi Sarayvan. Bizning o'z oqsoqollarimiz bor. Undaq chaqlarda ular o'tirib chiqib, "Oy xaloyiq, palon yo'l yoki ko'rik buzilibdi, yoki bo'lmasa palon mazlum 5 bolasi bilan tulqabdi, yoki palon o'stog'ni yor akitibdi" deydi. Qani, Xudo yo'lida otog'inglarni tashlanglar deganda, har qaysimiz o'z qurbimizga loyiq topganimizni beramiz. Ishmonim shundoq bitadi. Sarayvanning gaplari yiliqlarning bu shaharga bo'lgan qiziqishini texmi oshirib etdi. Dunyoda mushundaq na podshoyi, na biror ega bo'lg'uchisining mutayini yo'q shaharning borligiga ularning aqli yetmaydi. Ular shahar orlab so'rgan odamlarning hammasi ularning savollariga Sarayvannikiga o'xshab ketadigan javobni berishdi. Yiroq bir eldan kelib, bu yerda mollarini yeyib qo'yib, savdo qilayotgan bir savdogardan ular. Sizlar olgan paydanglardan bu shaharga qanchalik bosh topshirsizlar? deb so'radi. Yiliq savdogar ularga olib qardi-da. "Senlar nima odam? Bu yerga qayerdan kelib qilishding? Bu shaharda savdogarlardan bajaradigan qonun yo'q. Yo'qishlarni ularning esiga solmay og'zingni yumush" deb zarda bilan silkivetdi. Bu g'ayri odamlar Quyosh shoyi poytaxtidan kelganlar edi. Quyosh shoyi o'lgandan keyin uning cho'ng o'g'li o'rdadagi barliq raqiblarini qonliq qilich bilan bo'ysundirib shohlik taxtiga o'tirgan. Eng kichik shahzodaning o'rda ichidan g'oyib bo'lganligini sezib, taraf-tarafga oyg'oqchilarni avatib, oyg'oqchilarning qochgan shahzodani topmasdan, hech bo'lmaganda uning xabarini olmasdan o'rda qaytmasligini farmon qilgan edi. Kim ikki shahzodani tirik tutib yoki kallasini ilib o'rdaga yetkazib kelsa, yuqori mansab, ko'p in'om beradiganligini va'da qilgan edi. Supurgining shaharda o'ylanib yurgan g'ayri odamlar shahzodani izlab chiqqan oyg'oqchilarning bir qismi edi. Ularning hammadan bek hayron qoldig'ini shahar sirtida har kuni o'tkazilib turadigan bazmalar bo'ldi. Har kuni quyosh qiysib, soylar uzrashqa boshlaganda shaharga yiroq yaqindan savdo setiqqa kirgan odamlar oldiganni ilib, sotadiganni setib bo'lib, shahar sirtidagi havoliq joylarga orom ilishga yig'iladi. Bu yerda naqsh usul, nag'malar avj oladi. Kishilar o'tirg'i keng maydon qoldirib, dip-dugilak doira bo'lib tomosha ko'rshatdi. Nag'machilar dab, satar, tosh, qo'shiq, legan, tovoq ish qilib qo'lga chiqqan har qanday narsadan ritmli sado chiqarib bir-biriga tankash qiladi. Kimlardo suv tangshalgan chinilarni chiviq bilan urib zil ovoz chiqarib jo'r bo'ladi. Naqshchilar xudini yo'qotgan holda berilib naqsh aytadi. Ularning ovozi go'yo bo'ronning gurkirishi, buqlarning haqirishi, bo'rilarning huvlishiga, ba'zida bo'lsa qushlarning yaqinroq sayrashlari, tog' suvlarining shildirlab eqishlariga o'xshab ketadi. Bu naqshlarning tekislarida cho'llarda o'sib cho'ng bo'lgan shu odamlarning o'tmishi, hoziri, kelgusi, muhabbat nafrati, orzu armon, tush va xiyollarining hammasi so'zlanadi. Nag'ma tavza avjiga ko'tarilganda maydonga er ayol usulchilar tushadi. Qiron yigitlar qo'llarini burkutning qanotidek kirib, tog' tekilaridek sakrab parvoz qilishadi. Levan cho'qonlar qumliq to'kilgan to'g'roq yaproqchilarini shamol uchirgandek, tinch suv yuzidan ushoq to'lqinlar jimirlab o'tgandek yenik qadam elishadi. Sazandilar goh ikki tarafga ig'anglab, goh o'zini oldi keyniga tashlab, butun vujudi bilan nag'ma qiladi. Naqshchilarning ovozi qonidan emas, naq yuragining qat-qetidan urg'ib chiqadi. Usulchilarning hamma ugilar harakat kelib, go'yo shu nag'ma sadosi ichida ularning ustixonlari erib yumshab ketayotgandek ko'rinadi. Nag'ma toza avji ko'tarilganda, atrofda tomosha ko'rib turganlarmi bir-birlab maydonga tushib,
qaynam hosil qiladi. Mundaq chaqlarda osmondagi bulut, atrofdagi tog' davon, cho'lliklar, hatto butun yer sharining o'zimi shu odamlar bilan birga piqirayotgandek qiladi. Kishilarning qini tomirlarda po'riqlab qaynaydi. Dunyoda o'lim, jahondorchilik, ish-ovqat, uyqu, tamoq deganlarning hammasi unutilib, faqat shu sabiy harakatli qolgandek qiladi. Ba'zi kunlari mundaq bazmalar qorong'i tushib, toki tong yo'rg'icha davom qiladi. Bir kuni ana shundaq bazma maydonini orlab yurgan ayg'oqchilarning ko'zi supurgiga tushib qoldi. Maydondagi hamma odamning uningga salom soat qilib o'tishiga qaraganda, bu odamning mushu shahardagi xilili hurmatli odamlardan ekanligi bilinib turadi. Assalomu alaykum, supurga qayoqdan kelishing? Deb so'raydi uning yenidan o'tganlar. Qandoq allarni kezding? Nima yangiliklarni uchratding? Qachon shahrimizning bu ko'ngillik bazmalarini seg'ingansan? Men sana isam, mundaq ajoyib bazma shoh o'rnlaridan bo'lmaydi. Bu gaplarni anglab, ayg'oqchilar bir-birini noqishdi. Anglayapsizlar? U yiroq allarni kezib kelgan odam o'xshaydi. Uning kiyimlarining rangi yetilib olgan ishga qara, u safardan yangi qaytib kelgan o'xshaydi. Uningdan shahzoda haqida bir uchur anglashqa bo'lmasmikin? Ayg'oqchilar supurgining orqasidan qamay agishib mengib, oxiri u bazm maydonidan yiroqlashib, shaharning teraklik, xoli bir ko'chasi qayrilganda vaqirab to'xtatishdi. "Ay, hurmatli odam, to'xtag'ina!" Supurga burilib qarab, orqasidan paypaslab kelayotgan notunish odamlarni ko'rib hayron bo'ldi. "Meni chaqiryapsizlar?" Seni", dedi ayg'oqchilar supurgiga yetishib kelib. "Qara hurmatli odam, biz seni avvar qilib birishni so'rmoqchi. Qaraganda sen yiroq safardan kelgan o'xshamamsan?" "Shundoq, mening bu shahardan chiqib ketganimga 1 yilcha, balki uningdan oshiq bo'lgandi." "Ha, ko'p yerlarni orilding haqchon." "Shundoq, o'zinglar kim bo'lasizlar?" "Biz yiroq bir podshohlikdan keldik. Sen quyosh shoyi deb anglaganmi?" "Nimishqa anglamaydi ekanman? Men ko'p allarni orlaganman. Shunga bu shahrimdagi yurtdoshlarim meni Jahonkezdi supurga deb hurmat bilan tilga ilishidi. Men ko'rgan podshohliklarning ichida quyosh shoyi eng buyuk." Supurgining so'zini anglab turganlar uning maqtashlaridan bek xushal bo'ldi. "Balkim sening xabaring yo'qdir", deb so'z boshladi ularning orasidagi shalong soqol yoshli cho'ngroq biri. "Ana shu ulug' podshoyimiz quyosh shoyi olamdan o'tdi. Bu xabaringning hech qanday ajablanarlik yeri yo'q", dedi supurga. "Shohmu, gadoymu, hammamiz baribir bir kuni o'lamiz." "Shundoq, hammamiz o'lamiz. Vafot bo'lgan shoyimizning o'rniga uning cho'ng o'g'li taxtga chiqdi. U o'zining muborak nomini Quyoshdan ulug' deb qo'ydi. Demak, ismidan bilsang bo'ladi-ki, uning podshohligi dadasininkidan buyuk. Biz ana shu yangi podshoyimizning farmoni bilan bu yurtlarga kelib qoldik. Sen bu taraf kelayotganingda yo'lda bola ko'tarib olgan bir ayolni uchratmadingmi?" "Bola ko'targan ayol? Dunyoda bola ko'tarib yuradigan ayollar ozmi? Sizlar qayerda? Qandoq bola ko'tarib yurgan ayolni deysizlar?" dedi supurga. Ammo u ko'ngilda ularning kimni surishti qilayotganligini bilib bo'ldi. Shahzoda bilan yiliq cho'konga bog'liq voqealarning davomi tugmagan o'xshaydi-da, deb o'yladi u ko'nglida. Shundoq, bu olamdagi ishlar yaqin suvdek bir-biriga o'lishib ketgan bo'ladi. Bir voqeaning davomi hamon ikkinchi bir voqeaning beshi bo'lib chiqadi. "Masalan sen", deb tushundirdi shalong soqol ayg'oqchi. "Menish turishi g'ayrirak, beslik kelgan chiroyli bir xonimni ko'rdingmi? Bu atrofdagi yurtlarda chiroyli xonimlar nihoyat ko'p. Atrofingga qara, ana ko'z ko'tarib kelayotgan xotin nima degan qavla? Yo'lning cheti bilan yuzini to'rab kelayotgan munu qiz qandoq chiroyli. Ubtaroq esingga ol. Balkim sen aloqsizlik ichida ketayotgan biror cho'kanning menish turishidan biror gumonga kelgansan. Sizlar zodi nimani uqmoqchi bo'layotganinglarni nimish ochiq aytmaysizlar?" dedi supurga. "Bola ko'targan ayolning yangi podshoyinglar bilan nima aloqasi bor?" "Ha, sana aytmasak bo'lmaydigandek qildi", deb supurgiga yaqinroq siljishdi ayg'oqchilar. "Ana shu marhamatli yangi shoyimizning kichik inisi uning onasi o'rdidagi bir ayol xizmatkar qo'shib qochiribdi. Shoyimiz bizni shu kichik shahzodani tepishib kelish uchun chiqargan edi. Yo'l bo'yi qattiq ot choptirib mangdiq, ko'p yerlarni izladik, derkin ololmadik. Shahzodaning xabarini olmoqcha shoyimizning ko'ngli aman topmaydi." "Nimishqa?"
Birinchidan, Shahzoda texi bu vaqt shoyimiz o'z qarindishining salomat qaytib kelishini tilaydi. Ikkinchidan, Shahzodaning o'rda sirtida turishi yaxshilikning alomati emas. Keyingi chog'larda uningdan yomon niyatli odamlar foydalanib shahlik taxtga xavf selishi mumkin. Tushundim, dedi Supiga. Shu tapda esimga bir ish kelyotidi. Bir kun men mushu ishkim bilan paranglashib bir yezning yinidan o'tib ketayotdim. Shu chog'da ishkimdan agar Alloh senga shundoq bir omad ato qilib, bir shaharga podsho bo'lib qolgandek bo'lsang, qanday qilarding deb so'ragan edim. Ishkim kulib ketib, agar menga rostlamishda omad kelib podsho bo'ladigan bo'lsa, shaharlarni tuzlab, eshaklar eg'naydigan to'piq maydon yasaydim. Etizlarning hammasiga bidi bilan qo'noq tagizatdim deb turibdi. Shu chog'da yezi chetidagi ko'rik peshiga olishib olgan odamlarning varang-churang'i bizning suhbatimizni buzyapti. Nima gapkin deb berib qarasak, bir narasida bolaning jasadi to'pig'i minib yetibdi. Jasadning beshini kimdir biri kesib ekitibdi. Sizlar izlab yurgan bu vaqt Shahzoda shu bo'lib yurmisin yana? Sen uni qachon qayerda ko'rding? Deb ayg'oqchilarning hammasi ko'zlarini chekchaytguncha Supurgining og'ziga tikildi. 2 haftaning oldidamikin nada ko'rganligim toza esimda yo'q. Agar sen ko'rgan jasad podshoning Shahzodaning jasadi bo'lgan taqdirda uning yinida bir ayolmi bo'lishi kerak-ku. Ayol? Dedi Supurgan nemishqidir andikib. To'g'ri. Shu jasadning atrofiga o'lashqanlar bir ayolning gapini qilgandek qilibdi. Ular nima deyishgan? Ularning deyishicha bu vaqtni bir ayol ko'tarib kelayotgan ekan. Dal yiliq ko'rikning beshiga yetib kelganda uning orqasidan otliq lashkarlar yetib kelib qopti. Ko'rik yinda ozroq elishishim bo'lgan o'xshaydi. Hech kim u yerga berishga petlanmabdi. Lashkarlar ketgandan keyin yezliqlar berib qarasa, u yerda bu vaqtning kallasi yo'q, jasadi yotqudek. Yiliq ayolning nega yo'qolganini ularga anqaramay qopti. Bu gaplarni anglab, ayg'oqchilar bir-biriga qarab turib qolishdi. Demak, Shahzodaning kallasini boshqalar kesib ekitibdi. Mukofotdan quruq qopdiq deb o'ylashdi ular. Shundoq bo'lsa-mu, Supurga yetkazgan bu xabar ayg'oqchilarni ozroq xushal qildi. Chunki hech bo'lmaganda ular o'rdiga Shahzodaning o'lim xabarini elib bo'lsin qayta olaydi. Ular Supurga rahmat aytishni unutib, oldirab orqasiga qaytishdi. Bugun shunchalik o'qidik. Mabab uzunkin. Ancha-muncha shamolning ovozi aralashib qoldi. To'g'ri tushuninglar. Her gün o'qishni davomlashtiramiz deganimiz uchun bugunmi o'qibatdik. Men sizlarni makam aldirab o'quvlarim kelib ketib bordi, lekin bugun shunchalik o'qiylar. Allohga omonat, at ko'rishaylik.